Red Magic 11 Pro Plus va nihoyat bu telefonimiz yetib keldi. Bugun Mix Mobile'da shu telefonda yaxshi va yomon tomonlarini gapirib, xalq uchun konkretni anzor qilamiz. Boshladik Jamshid. Go! Oho, so'yamiz. Chaq. Jonim, asalim. Oh, voy jinni, akalar, iflosu bu, qorami-yu bu. Komplektida o'rni yo'q chexol. 120 wattlik golovkasi chiqar ekan, jigarlar. Kabeli ham chiqar ekan. Nima deyapti mana? Oho, qanichuva deyaptimi? Telefonda yaxshi tomonlaridan boshlaymiz. Go! Bu telefonda hech qaysi telefonlarda yo'q xususiyati bor. Ichidagi suyuqlik aylanib yurib telefonni sovutadi. Agar telefon Afrikaga tushib qolsa ham qizib ketmaydi. Telefonda suvdan va changdan himoyasi juda kuchli. Bu telefonning motori Damas'dan ham kuchli. Snapdragon 850 Gen 5 dunyodagi eng kuchli protsessor qo'yilgan. Bu xorramiga. Bu telefon dunyodagi eng kuchli игровой telefon hisoblanadi. Hattoki bunda sensorli triggerlari bor. Yonib turadi. Ifloschi bu. Telefonda batareykasi 7,5 mAh, 120 Watt zaryadka qabul qiladi, 5 barobarni 80 Watt qabul qiladi. Jinni ekan bu. Xullas kelam tindirmasdan PUBG o'ynasanglar, akalar, 8 soatga bemalol yetib beradi. Prosta tak kundalik hayotga ishlasanglar, 2-3 kunga telefonda batareykasi mo'shni yetadi. Telefonning kamerasi ham jam mont emas, 50 megapiksel, 4K, 8K formatda videolar olib beradi. Yomon ifloschi bu. Akalar, telefonning displeyi AMOLED 144 Hz. Nima deyapti bu itdan tarqagan? Haqiqatan monster telefon bu. Telefonda xorram tomonlarini gapirish bizning qonimizda bor. Takshto boshladik. Avf! Bu telefonni tushunishinglar uchun sizlarda IELTSdan eng kamida yarim kilo bo'lishlik kerak. Do you speaking English deydi bu sizga. Siz bo'lsa my name is Jamshid desangiz, pashol вообще deydi. Bu telefonning China versiyasi chiqqan, global versiyalari yo'q. Bu eng katta minuslardan bittasi. Bu telefonda oldi kamerasi nogiron bo'lib yotibdi. Chunki ekranning tagida joylashtirilgan. Oldi kamerasi eng katta minuslaridan bittasi. Bu telefon Antutuda dunyo reytingini portlatib yubordi. 4,5 million ball bilan birinchi o'rinda turibdi. Monster bu. Bu telefonda hozir kunda narxlari $1020 dan $1,500 Mix Mobile Telegram kanalida sotilyapti. Kimga kerak bo'lsa, faqatgina zakaz orqali olib kelib beramiz.